kallan ko'p gapirmanglar. Ha, ya qanisiz? Gapirmanglar. Men Toshkent Xoltonga keldim. Oldimda deysizmi? Bitta tepakali odam turibdi. Kalaka. O kalaka qilma meni. Men senga yosh bo'laman, kalaka qilasan. Nimaga kalaka qilyapsan meni? On hal kal, bekamagan kal. Kechirasiz. Alisher Uzoqni bo'laman sizni. Men Zidanman. Zayniddin Zidanman. Onang nimagirlar. Bosh atrofi soch. Hozir. Assalomu alaykum. Keling. Bir uzr sizda yo'q ekan. Nima yo'q ekan? Soch olaman pulga. Kal ekansiz-ku. Menga qara, menda ham o'sadi. O'sadi, lekin soch o'smaydi. Men ayollarni yomon ko'raman. Nimaga? Chunki ularning sochi bo'ladi. Menda esa yo'q. Men ham shampunda boshimni yuvgim keladi. Siz xavotir olmang, sizga soch ekib beramiz. Bir haftada o'sib chiqadi va umrbod turishiga kafolat beramiz. Shunaqangi uzun sochim bo'lsin, oshig'imdan ko'p sochim bo'lsin, xo'p? Sochimdan ko'p boshig'im, sen bo'lmasang boshqasi, sen bo'lmasang boshqasi. Allo, aya. Men Toshkent Satayga keldim. Oldimda deysizmi? Bitta patak kalla bor ekan. Bo'ldi akajon. Ya jigar qo'ying, o'zim to'layman. Ha, yo'q, qo'yaver, o'zim to'layman. Jigar odam sal xijolat o'zim to'lay. Ha, nimaga xijolat bo'lasan? O'zim to'layman. Mana. Va jigar iltimos o'zim to'lay. Ha, o'zim to'layman dedim-ku. Akalar sizlarda 20 ming so'm bo'pti. Bo'ldi aka, mana shundan olib qoling. Jigar men to'lay. Ha, qo'yaver, oldinda o'tirgan to'layver. Yo'q, xijolat qilyapti jigar, pulingizni oling, men to'lay. Oling shundan aka bo'ldi. Kimdan olay? Yo, endi bular berib qo'ydi-yu. Men to'lasam bo'lardi-da. Ha, bo'ldi, shundan yechib. Voy, jo'ra, joy ochilibdi. Ovqatlari ham neobычный ekan, shiringina. Samarqandda yangilik bo'ldi-da, bu jo'ra. Nima joy ekan? Nomi nima ekan? Ana shampur yozilgan. Joy ekan. Shot keldi, to'laveramiz. Yo, men to'laymi? Yo'q, o'zim to'layman, qo'yaver. Ke, xijolat qilma, men to'lay. Mana to'la. Men to'layman. Ha, to'layman deng-ku, to'la. Yo, hozir shotni men to'laymi? Ha, to'la. Sen Sizga zo'raq berding, ha, dushi, davay. Ever pas. Bilib qopsanda taktikani. Boshqa taktika o'ylab topish kerak. Ko'zimiz zulfizarda, xayollarda. Xonimlar va janoblar, afsus bilan ma'lum qilamizki, Toshkent Tailand yo'nalish bo'yicha C6-725 reys qatnovimiz bekor qilindi. Bu savolingizga pilotimiz javob beradi. Xotin qo'ymayapti. O'tgan safar Tailandda sal chepik qilib qo'ydim. Zapal bo'lib qoldim, shunga qo'ymayapti. Zarur ishimiz bor bizani. Ishlarimiz bor, Menga qara, uchmasak bo'lmaydi, bularning ishi zarur ekan. Yo, ruxsat bermayapti. Xohlasanglar Samarqand Buxoroga uchiraman. Uchmaysizlarmi? Taksichi aka, men shu yerda Rushta villoga tashlab keting. Yaxshi qiz. Men asli taksichi emasman. Men biznesmenman. Bizneslarim juda ham ko'p. Yana bo'sh vaqtimda shu zerikkanda shu taksichilikka chiqaman. Hobbida bu, singlim. Biznesni rivojlantirish uchun kimda qanaqa takliflar bor? Turop Po'latovich, birjada benzin narxi keskin tushib boryapti. Agar biz hozir hamma benzinni olib qayta sotsak, biznesimizda katta foyda ko'rardik. To'g'ri fikr. Yana kimda qanday fikr bor? Menimcha chet elga investorlarni jalb qilsak, biznesimiz ancha kengaygan bo'ladi. To'g'ri. Yaxshi, hamma shu ish bilan shug'ullansin. Men ketdim, o'zga taksichilik qilib kelay. Taksichilik? Sizda biznesmen endi bor taksichilik qilasizmi? Yo'q, zerikkan taksichilik qilib turmasam bo'lmaydi. Menimcha har bir biznesmenning orzusi taksichi bo'lish bo'lsa kerak. Turop Po'latovich, shunda neft narxi qancha bo'ldi? Ha? Qancha bo'ldi? Nima? Qancha bo'ldi? Taksichi aka qancha bo'ldi? Biznesmen aka qancha bo'ldi deyapman. Qancha bo'ldi? 15 ming bo'ldi. Siz meni tushmoq qilyapsizmi? Cho'tirishda villoga 10 ming bo'lsa,
Yaxshi qiz. Men yana qaytarib aytaman. Men taksichi emasman. Men biznesmenman. Siz biznesmen bo'lsangiz, menga qarang. Men stewardessaman. Ay yuragim. Ay yuragim. Ay yuragim. Dorimni olib bering, cho'ntagim. Dorimni olib bering. Ay nimani olyapsiz? Dorimni olib bering dedim. Ay yuragim. Dorimni olib bering. Ey, to'xting, yuragim. To'xting, uka. Ay yuragim. Ay yuragim. Nahotki qaytding? Sen meni pullarimni o'g'irlab ketgansan deb o'ylagandim. Yo'q. 7 yil oldin men sizni pullaringizni olib, sizni tuzataman deb meditsina yo'nalishida o'qidim va sizni kasalligingiz tarixini o'rganib chiqdim. Qanaqa ekan? Sizni qorningizdagi bola 3 oylik bo'lgan. Shu uchun u sizni yurishga qo'ymayapti. Ha, nima kulyapsiz aka? Sen nima sohada o'qiding? Ginekolog. Va kerak, men yuragim og'riydi. Voy bля, adashibman-ku. Voy! Essiz 7 yil.